Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz operatsion tizimlar. Operatsion tizimlarning bir necha xil turlari mavjud. Windows, Linux, iOS, Red Hat, macOS, Solaris, FreeBSD, Android operatsion tizimlar. Operatsion muhit haqida tushuncha. Operatsion muhit amaliy dasturlarni ishlab chiqish va ularni bajarishni ta'minlaydigan vositalar majmuasidir. Operatsion muhit 6 ta tarmog'i mavjud. Operatsion tizim, dasturiy ta'minot, amaliy dasturlar interfeysi, tarmoq xizmatlari, ma'lumotlar bazasi, dasturlash tillari kiradi. Operatsion tizim haqida tushuncha. Operatsion tizim kompyuter resurslari, ma'lumotlarni muvofiqlashtiradigan va boshqaradigan dasturiy ta'minotning asosiy qismi yoki dasturlarning bajarilishi, boshqaradigan tizim resurslarini taqsimlash, rejalashtirish, kirish-chiqishni va ma'lumotlarni boshqarish kabi vazifalarni ta'minlaydigan dasturiy vositadir. Qisqacha qilib aytganda, operatsion tizim foydalanuvchi va qurilmalar o'rtasidagi ma'lumotlarni ta'minlab beradigan vositadir. Operatsion tizimning asosiy vazifalari: fayl tizimini boshqarish, dasturlar bajarilishini boshqarish, xotirani boshqarish, foydalanuvchi bilan muloqot. Operatsion tizim klassifikatsiyasi: bir vaqtda foydalanuvchilar soni bo'yicha, bir vaqtda tizim boshqaruvi ostida bajariladigan jarayonlar, prosessorlarni qo'llash soni, operatsion tizim razryadliligi bo'yicha, interfeysi tipi bo'yicha, hamda foydalanuvchining dostуп tipi bo'yicha, resurslarni jo'natish tizimli lokal. Operatsion tizim turkumlari. Operatsion tizim tizimli dasturiy ta'minot bo'lganligi sababli ularni quyidagi turkumlarga ajratish mumkin. Kompyuterlar uchun operatsion tizimlar, mobil qurilmalar uchun operatsion tizimlar, robotlar, bankomatlar va boshqa qurilmalar uchun operatsion tizimlar. Operatsion tizimlarni yuqorida sanab o'tdik turlarini. Birinchi bo'lib operatsion tizimi MS-DOS operatsion tizimi Microsoft kompaniyasi tomonidan taklif qilingan operatsion tizim. Birinchi rejimi 1981-yilda paydo bo'lgan. Windows operatsion tizimi ham Microsoft kompaniyasi tomonidan shaxsiy kompyuterlar uchun taklif qilingan operatsion tizimlar oilasidir. Hozirgi kunda 90% kompyuterlar Windows operatsion tizimi boshqaruvida ishlaydi. Windows XP operatsion tizimi Microsoft kompaniyasi tomonidan 2006-yil 8-noyabrda yaratilgan. Windows 7 operatsion tizimi Microsoft kompaniyasi tomonidan 2009-yil 22-iyulda yaratilgan. Windows 8 operatsion tizimi Microsoft kompaniyasi tomonidan 2012-yil 1-avgustda yaratilgan. Windows 10 operatsion tizimi Microsoft kompaniyasi tomonidan 2015-yil 15-iyulda yaratilgan. Windows Server 2019-yil operatsion tizimi 2018-yil 22 operatsion tizimi. Boshqa operatsion tizimi zamonaviy kompyuterning ishini ta'minlovchi asosiy qismidir. Unga 1991-yil o'sha vaqt hali talaba Linus Torvalds asos solgan. U qisqa vaqt ichida kompyuter ishqibozlari orasida tez tarqaldi. Hozirgi kunda u tezda rivojlanayotgan operatsion tizimdan biri hisoblanadi. macOS operatsion tizimi. macOS operatsion tizimi kompaniyasi tomonidan shaxsiy kompyuterlar uchun taklif qilingan operatsion tizim oilasidir. macOS faqatgina Apple kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Macintosh kompyuterlari uchun mo'ljallangan bo'lib, uni birinchi avlodi 1984-yilda yaratilgan.